Kino u bir to'qilma. Gerçi tarixiy asosi bor deb aytilsa-mu, biroq butunlay rostlab ketgili bo'lmaydi. Faqat gap qila oladigan ko'rk to'qidan boshqasining hammasi rost. Bayramni dunyoda hamma kishilar yaxshi ko'radi. Balki bu da bayramning nima uchun shuncha ko'p bo'lishining sababi bo'lishi mumkin. Rojdestvo bayrami, Pasxa bayrami, yo'rg'uq bayrami qatorliqlar. Bu bayramlarda bir o'rtoqlik bo'lib, u bo'lsa-mu hammasida ziyofat beriladi. Bayramda hammalar yig'ilib o'tirib, bayramlik nazimatlarga eg'iz tegishadi. Bu da bayramni kishilarning eng yaxshi ko'radigan bir tarbi bo'lsa kerak. Albatta, sizlar shu nazimatni o'z bo'qqanmisiz. Mening ismim Regi. Men o'z nishonim uchun to'xtamay tirishayotgan ko'rib. Men butun kuchim bilan ularni ogohlantiryapman. Tez qochaylik. Sizlar tushunmaysizlar. İnsanlarning bizni yaqinlamarchi faqat bizni yeyish uchunlar xolos. Bugun havo nima degan yaxshi. Bak yaxshi havo ekan. Hey, qo'noq! Qo'noq? Yana o'xshash. Ular davomli mening gapimni anglamaydi. Men buni uchun bak kuchib ketmayman. Bular haqiqatanmi bak ahmoq. Bular haq. Hey guys, check it out. Ular mana shunday ahmoq. Ular o'zicha biz dehqonlarning eng yaqin do'sti. Ular bakli sevimli, bakli yaxshi. Ular bizni yaxshi ko'rdi deb o'ylaydi. Hey! Peri jannatga kirdigan bo'ldi, u jannatga bordigan bo'ldi. Bek yaxshi bo'ldi. U nima degan talaylik? U nima degan talaylik? Meni maqsadimni tushundinglarmi? Amaliyotda mening ko'z qarashim sizlar bilan o'xshamaydi. Eng dastlabda men o'zimni boshqalar bilan ap o'tolmaydigandek his qilaman. Siz hayot kechirishda qo'noqdan ayrilamaysiz. Daraxtda bo'ladigan qo'noq, aq qo'noq, etildirilgan qo'noq. Bu haqiqatan qaltis nazariya aka, biroq men buni to'g'ri deb qarmayman. Ha? Chiqib ket. Biroq men amal qilib Hey, Osmi, sen bekla yerib ketding-ku deyman. Qarmoqqa hozirla yerga tushganda qilsa. Shundaqmi? Hey Bobby, sen uchni o'ylayapsan. Jiddiylashma. Bu yerda faqat ikkimizla bor. Bu yerdan yo'qoladi. To'g'ri, bu da mening maqsadim. Siz faqat bir to'p turg'a vaqtingizda o'zingizning texnik cho'ng bir kollektivga tabiatligingizni bilasiz. U chaqda siz hargizmi yolg'izlik his qilmaysiz. Bu yerdan yo'qol, ablah. Get out of here, Reggie. Bu dalman davomli olmaydigan gaplar. Quloq solinglar. Reginasgina to'g'ri insonlar faqat bizni yeyish uchun samirtdi. Ular sirtda bizni chiqishimizni saqlayapti. Ko'p yillar o'tib ketdi. Men oxiri uzun yillardan beri anglash tashlab bo'layotgan gapni angladim. Hayajonlang'im yo'q edi. Biroq endi bilan ular ishni etish bilan biz ol taraf ko'plik qarab tutishimiz kerak. Bütün kuchimiz bilan olg'a. Ular Regini etkazdi. Nima? To'g'ri. Ular Regini etkazdi. Uni idimsa masala bor ekan. Bu yerdan tez yo'qol. Ya! Xayr, xo'sh Regi. Shunda qilib, men minnatdorlik bayramini nazar bo'g'ilib ketyapman. Ya, unda qilmanglar, o'tinib qolay. Sizlarni o'tinib qolay. Ya! Hurmatli afandilar, xonimlar, hammanglarni qarshılayman. Bu boshqalarning diqqatini tortib ketmaydigan kichik dehqonchilik maydoni. Men garchi burungi an'analarni yaxshi ko'rmasam-mu, biroq minnatdorlik bayramida kurk-to'q yeyish bizning odatimiz. Bu alayda qo'sh. Bu qo'rqinchli taqdirdan cho'qim qutulish kerak. Mana mashina, men almoqchi bo'lgan narsa. O, qo'zam. Menimcha biz bundan chuqurroq bir narsa bilishimiz kerak. Aytinib qolay, ma'quldimi tata? Biroq qo'zam bu bakli kichikka. Bo'ldi qiling qizim, bo'ldi yig'lama, ha? Aytinib qolay. Bo'ldi, bu mening sizga qilgan sovg'am. Minnatdorlik bayramingiz muborak bo'lsin. Yuring qishimiz tangayli, biz aeroplanga tashlab boraylik. Ana avtobus rejasiga bu bo'lsa dengiz choychisi, bu yerda yana kalora to'xu bor, bu yoq bo'lsa ballo. U ayolni ajib ketmaydi. Nima? Bu bo'lsa birodar Paynakbash, bu ayol bo'lsa meni dadam yaxshi ko'radi. Biroq hech kimga demagin.
Bo'ldi qushim. Endi herkes korkma. Endi bexatar bo'lding. Seni dadam sovuq qildi. Herib qoldin. Korkmaydigan bo'ldim. Men hayat qolib ekanman. Men o'lmayman. Nima degan illiq sama? Men o'lmayman. Nima degan illiq sama? Aslida mening turmushim aqlashgan ekan. Yana bir turmush endi boshlandi. Prezident efendi, hoş geldiniz, karşı olunuz. Bu bosa general Sagir onun kalısını anlatsadı ba. Bu bosa masa o adada hissiyatını aşkalaşı yaktırmaydı. Sana verdi bireydi son çıkıpmaydı. Kes hoşanlıklarımız boladı. Bakın mı? Televizyon göreyli. Herip gittin. Söylüğü tolgan dünya. Bu yetişme balının ismi Alexander. O bir yetim bala. O başka balalar okşamağa çıkar. Darlitamdan haydap çıkarıldı. Bu hissiyatını ben mi bilemem. Hem de kişilerden inkar kılmış hissiyatının kandak olduğunu maqtaş boldu. Alexander öz yalğız Dihona bazıda turardı. Küllerin ölçü bilen o çoğun oldu. Tanrı. Postunuz açtı mı? Keyif programılar, yıkımı sahip, tıksımı davamı ikranımızı boşun. Hazırın özlülü bir nasibimiz kilovattan mı? Ulan bir sakatlı bir sizden ancak kaldıcımız bolalaydı. Siz sakat bir 802 telefon kızınızla okşuz bir sakatlınızı şu zaman işinizden alıp kıyap olur. Nime? Wow. Alexander özünün yeni şerikisini açtı. O neçe milyon piso pul tepip ayrı falan. Ermek yolu vasiyeti oldu. Şunda kılıp o bütün Tijuana bazadaki en kalsız adam olup kaldı. Nurgun kızlar onun kıyak. Görürüm. Yo'q. Men mangu tenha yaşayım. Tenha böyle. Men izcil öz kavmim artıq qo'shilishni orzu qilgan. Bu da men erishmoqchi bo'lgan narsa. Ben ağzlarımızı geçtim. Hakikaten kaldı. Nimet gel güzel durmuş bu. Alexander haqiqiy muhabbatga erishalamu yoki uning peshonasiga mangu tanho o'chib kutilib ketganmi? Nima degan güzel. Sana rahmat tilayman Alexander. Biz yana bir sevgi izleyicini ko'rib baqaylik. Del amor. Mana bu sening taqdir. Men bo'lishdan qat'iy nazar hargiz ovozim. Men vazifa ijro qilaman. Senmi bir muhim vazifa uchun bu yerga chaqirtilding. Kızıma, men bir yavaş top görüyor gelip aldı. Korkutucu tez unuttular diye. Tez bulunlar. U yerdan ovoz chiqatamdi nima? Meni nihoyat qizg'in kutib olding, birodar. Biroq sen yo'lnishni xato tanlab olding. Biz allaqachon hammani o'g'irlashtirib bo'ldik. Hammani o'g'irlashtirib bo'ldik. Nima? O'g'irlashtirib bo'ldingmi? Yurak nimishga boldir demaysan. To'xtab tur. Meni sen o'z o'quvchilaringni meni qo'rqityapsan. Men qandaq tur bir tashkilotning a'zosi emas. Sen cho'qib meni xato tanlab qolding. Oldi taraf bexatardek qilib. To'xtab tur. To'xta deyman. Meni qutqizma.
Ma yardım qil. Hey, Xalita Ablah to'xtab tur. Meni saqlab tur deyman. Ma zekash qilmagan. Men sening kim ekanligingni bilmayman. Biroq sen bizning planimizni Sara bo'ldim, bu deganman. Shundaqmi? Bu rostmi? Meni qo'yib. Bilasan, men bunda bo'lishni yoqtirmayman. Bu ayrısızlıqni ko'rdingmi? Bu yer qadam besang ruxsat yo'q. Sen ko'ramidingmi? Nayt iniq qilib sizdim bu. Ko'rdingmi? Og'zini yumrigi. Hey, to'xtab tur. Sen meni ismimni qanday bilasan? Chunki u menga sening ishlaringni hammasini deb bergan. U deganiki, Kurkto'qo podshoy. U osmonda turadi. Nayt nurliq sharda turadi. Bu joyda har xil ovozlar bor. U menga hayotlik berdi. U menga seni tepishim kerakligini aytdi. Anda buni menga berdi. Ko'rding? Muqaddas vaqt eshigini tutquchi. Bu adliq saram bo'lib qopti. Harbiy ishlar bosi oldimizga kirish ertaga bo'lishi mumkin. Siz faqat qanday o'tishni bilib olsaqla bo'ladi. Bu ishni oshkor bo'lmaydigandek qiladi. Mana bu dal kirish yig'isi. Undaq qini ita, maxfiy bazning ichida nima bor? Vaqt mashinasi bor. Vaqt mashinasi. Vaqt mashinasi bor. Vaqt. Nima? Sen kimda bor? Boya o'zing deding-ku. Ha, to'g'ri, men depadim. Men faqat sinab baqdim. Bu yerda bizning vazifamiz, bizning qilish tegishli ishimiz yolg'iz 10 yoki 100 birodarimizni qutqizib chiqish emas, balki barliq kurk to'qlarni qutqizib chiqish. Biz vaqtni keyiniga qoldirib, birinchi qatorliq minnatdorlik bayramini qilib berishimiz. To'g'ri. Biz vaqtni keyiniga yondirishimiz kerak. Birinchi qatorliq minnatdorlik bayramidan boshlab kurk to'qini tamoq tizimligidan o'chirib chiqishimiz kerak. Sen kim gap qilyapsan? Oldimdagi u odamga. Qara uningga. U menga qarab boshlanishdi votdi. Yaxshimsan askar. Sening ozodlik uchun kurash qilish sepimizga qo'shilganingni qarshi olamiz. Men faqat sening gapini ozroq to'liqlab qo'ymoqchi edim. Bu atrofni yaxshi qara. Sen nima ish qilyapsan? Bu sening dirbinimi? Nishonimizda topdik. Mayli. Vaqt rayoniga kirdi. Keyingi biro. Sapni to'g'irla. Sanoqsalar, boshlan. Cho'qim tegib tursa kerak deb tarafdan bitim o'rlayotgandek bo'ldi. Tezroq. Men vaqt bo'lsa o'tdim. Biroq men to'xtashga amalsiz qoldim. Endi bunga qilishim kerak. Biz boshqa bir vaqtda bosaq tamamen bo'ladi-ku. Faqat biz xohlasak qayerga bosaq bo'laveradi. Nima degan ma'nisiz? Qara. Masalan, bu milodiya 3000-yildagi munbat tuproq-ku. Jek, qara bunga. Nima qilyapsan? Qara. Bu nima? Bu bizning kelgusidagi bazamizdan kerakli material emasmi? Biroq u vaqt mashinasini mushiyada degan. Sen zot nima deyapsan? Men sening do'stingning kimligini bilmayman. Biroq sen bir to'p oqnachilar erkinlik bazasini qo'rimizlab o'zinglarning yo'lini to'sib yurishlar. Maxfiy baz bormi yo'q? Yaxshilik vaqt mashinasi bormi yo'q? Buni kim biladi? Mayli. Hey, mening keningni minishim, hargiz sening orqang kirib vaqtimda derak bermayjimi? Men bilaman. Sen gapimni anglamadingmi? Mening sana agashkim yo'q. Men bundan boshqa amal yo'q. Decontamination complete. Nima? Bu xarita kalva. Buning bizning vaqt mashinasini tepishimizga yordam bo'ladimi? Ular hargiz bizga vaqt mashinasi va o'rin deb bermaydi. U zodi nada do'amdi.
Biz mush yo'lni bo'ylab mangaylik. Mush yo'lni bo'ylab mangaylik? Albatta, biz mush yo'lni bo'ylab maqsaq, vaqt mashinasi bayag bora olamiz. Hamda minnatdorlik bayramini to'xtatib qola olamiz. Sepimizga qo'shilganligini qarshi olaman. Bu ikki to'qizda bir-biri bilan mahkam jipsilashgandek, biz bu cho'qim mustahkam birlashalaymiz. Meni shunday qilalaymiz. Agar sen bu vazifani o'rnayman desang, ba'zi bir harakatlaring to'xtatishing kerak. Diqqat! Men yiroq turib gap qil. Ma tegma. Bildingmi? Ma tegma. Düşman geldi. Neymiş kılvatsa? Biz ne? Ulan bizni emas seni tutup aladı. Biz herkesle birge emas. Men ayrım kaviminin azası. Men özüm yalğız burada. Men degen yalğızlık ilahi. Men sen karametimni bir köz tutib qo'ymisan. Qarab tur. Qaytib kel. Hey, ağaylar. Men Regi. Biroq men sizlarni tonimaydi ekanman. Sizlar yeng kelganda qilisizlar. Sizlar balkim biz yo'li qaytsak ishonmasliklaringiz mumkin. Bu ahvolni doklad qilamda. Nima degan ko'pchilar bu? Uni kuydirib o'taylik. Let's roast him. Xo'p. Jonat, sen tarixdagi vaqt bo'shlig'idan olqib o'tgan birinchi odam bo'lib qolasan. Tayyorlig'im tutdimi? Xo'p, efendim. Albatta, tayyor bo'lishim kerak. Garchi seni hayot qilish ehtimolliqing yo'l To'xtab turing. Siz buni azalda menga deb baqmagan-ku. Bu sen bilish tegishli bo'lgan oddiy qoida, efendim. Ular nimishqa meni o'ldirmoqchi bo'ladi. Men faqat uyimga ketib xotirjam turmush kechirgim bor edi. Uyimda meni hisoblikashim bor edi. Hamishlarni men kontrol qilishim kerak. Saram bo'ldingmi? Sen nimaga asosan? Bu bir qadimiy uy. U ovoz orqali ta'sir paydo qiladi. Chaqchaq qilyapsan. Kontrol markaziga 47 numaralı chiqindi bo'lgan nima deb aytdi. Uning shakli qandoq ekan? Kurkut o'qib efendim. Qalay chiqib bu. Qandoq qilamiz? Abnus murabbasi bilan bir taraf qilinglar. Nayt qizqardi. Shundaqmi? To'g'ri aytding. Biroq biz bu bo'lganini cho'qim bir taraf qilishimiz kerak. Tushundingmi? Diqqat, har qaysi guruhlar tayyorlaninglar. Tayyorlikka kuch qilinglar. Anladım. Har qaysi guruhlar tayyorlaninglar. Tayyorlikka kuch qilinglar. Yo'lga chiqaylik, tez. Prezident efendim, teatrsana başlanıp qalsa biz to'xtashga amalsiz qolamiz. Bilman general. T-minus 3 minutes and counting. Allah, oyatga, tez bo'linglar, tez. Onunla yıkılmazsak olmaydı. Regi, bu bizden taqdirimizdan başlanışı bo'lib qilishi mumkin. Mening taqdirim, bizaqatimiz va televiziya programmasi. Hargiz bu emas. Contamination detected. Bu nima askar? Nima yuzbadi? Ko'rib so'kkan efendim. Bu yerdan kech ona. Rahmat efendim, rahmat. Bana yerden kırır, ötürü kolay, bana yerden kırır. Wait.
Few criminal architects engage in posterior restraints system. Setting. Stop. Yak, yak, yak! Men bormayman. Menmi bormayman. Mening to'qimi bag'im yo'q. Meni kechirgan og'ayna, men ishkapchilikdan mensiz chiqman. Sog'ani tilayman. Oh, meni tut. Wah, nima degan hayron qoladi. Đừng rồi. Koluma çıktı. Biz zaten neymiş kıp koyduk. Zaten neymiş oldu. Oh, yardım qilsanglar chu. Yaxshi masala, apandilar. Men Steve bo'laman. Bu qitimqi vaqt bo'shliqida uchish kemasining alohida uchish yordamchisi. Yaxshimisiz, Steve? Mening ismim Jack. Bu yoq bo'lsa Regi. Biz hozir qayerda? Sen muqim bir joyda emas. Sen o'zing xohlagan har qanday joyga bora olaysan. Biz allaqachon vaqt bo'shliqidan olqib bo'ldik. U yerda bo'libdi. Undaqda bizni birinchi qatimliq minnatdorlik bayramiga olib qo'ygan. Yo'q. Olim kemasi bexatar qo'zg'alishga tayyorlandi. Qo'zg'alish jarayonida sirtqi qopda normalsizlik ko'rilishi mumkin. Qanday normalsizlik? Normalsizlik ko'rildi. Normalsizlik ko'rildi. Dolab ketdi. Siz nayib tez suratda shakl o'zgartishingiz mumkin. Masalan, dinozavrlar yoki hatto qishloqlar, taychoqlar, Shimoliy Amerikadagi yovvoyi odamlar o'zgarib qolishingiz mumkin. Sizning bu qitimqi sayohatni yoqtirishingizni umid qilaman. Bexatar qaytib keldik. Ching o'ltiringlar. Apandilar, sizlarning 1621-yilga qaytib kelganinglarni qarshi olaman. Bu dal birinchi qitimliq minnatdorlik bayramining oldingi 3-kuni. Biz g'alaba qildik, birodar. Biz oxiri o'tmishga qaytib keldik. Bu yoqqa kel, Regi. Sen cho'qim bu yana yoqqa qol. Men chiqolmayman. Vah, bu haqiqatan go'zal. Men sana yordam qilay, birodar. Albatta bo'ladi, Steve. Ber, ichki. Ichildi, yepildi. Uf. Mayli, Regi. Bexatar yo'shilnish holatiga o'tdi. Quyosh energiyasi orqali zaryadlash. Hey, to'xtab tur, stop. Steve, bu yerda emas. Bu atrofma qiziqarli emasga. Sen bilan bundoq qaranglishish mening energiyamni qo'ritdi. Buyruq to'xtatib. Endi-da? Yo'q. Bu tarafga mangayli, Regi. O taraf shimolda qiladi. Hey, to'xtab tur. Men bu yerda turmayman. Men oxir erkin bo'ldim. Men bu atrofni kuzatib boqdim. Bu yerda bu bir qadimiy o'rmonlikka, balkim bu yerda ayt nurli g'alit maxluqlar bizni saqlayotgan bo'lishi mumkin. Agar men bir akalashmaslik bo'lib qolsa, hamsi sen ayb bo'lsa. Men ishon, biz cho'qim bexatar qaytib ketamiz.
Oh, ya! Jack! Oh, ya! Ya! Ötürüp qalay. Onda qımala, ötürüp qalay. Ben sadan açı çıkamadım. Ötürüp qalay. Beni öldürme. Oh! Hay, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Bu jannatmi? Bu yerda hech nima yo'q-ku. Biz yana ularni qochirib qo'yibdik. Davomli qildinglar. Chopsam bo'linglar. Xo'p, boshliq. Ular mush yerda. Men his qilyapman. Yaxshimisizlar, apandilar? Biz alayda vaqt mashinasiga o'ltirib, kelgusidan sizlarni Oğlum yok. Sen ovchilar bu yak başlap geldin. Ula asli bizden nahayet yiroq dedi. Özün kimse. Sen ularga desagin Ranger. Shundaqmi, Forli? Mana unda qarama Ranger. Forli meni boshqacha o'ylab qolmasan yana. Ovchilar qaytib ketdi. Chopsam bu yerdan ketishimiz kerak. Men yo'l boshlayman. Tez bo'linglar. Biz sana aytishamiz. Sapning birdakligini saqlanglar. Sapning birdakligini saqlanglar. Kim qo'rqinchda? Haqiqatan xatarli. Biroq men yana yaxshi ko'raman. Boshqalarga yetishib olishimiz kerak. Tez. To'xtab tur. Menga yordam ber. Ötürü konuşup bari, benim ismim Reif. Benim ismim Jenny. Ben röportajlarını enterede jüriyim. Bu lanet multivelenlar yigitlar. Bu taraf yemeğinler köpçülük. Ya, menimcha bu tarafga molganimiz yaxshi. Hadi yap! Katya. Gertrude! Ulan bu yerda gel. Bu yerda yo'q gel. Naydi yaxshi, u ketdi. Qalti. Undaqsa qo'sh kezak yo'lsiz tirkimi deganmi? Vah. Sizga bir ish bo'lmagandi? Bilmadim. Balkim shundaqdir. Men naydi kichik chig'imda oilamdan ayrildim. Shu sizning ko'zingiz. Ko'zimga nima bo'pti? Men Sizga chaqchaq qilib qo'ydim. Men har qadam jiddiylasgan vaqtimda mushundaq bo'lib qolaman. Endi bo'ldi. Ranger, endi qanaqa qilamiz? Uyga qaytamiz. Nima ish berganligini ko'pchilik yo'q, biz bu ishga tadbir qo'llanishimiz kerak. Hamda birodarlarimizni qutqizishimiz kerak. Forli Amoslar mening do'stim. Biroq men buni bilan ko'pchilikning bayqatarligini to'g'risida bo'lmaydi. Sen berishni jur'at qilamsan, mana men boraman. Jur'at qilamsan? Men sana jur'at qilishning nimaligini ko'rsatib qo'yay.
mana bu yergacha bo'lsin. Endi uyga qaytaylik. Mana bu ishlar. Bradford, tez bu yoqqa. Bradford. Bo'ldilar afandilar. Tinchlaninglar, bo'lamdi. Sizlar och qolganni haqiqatan qoldik. Bizga ambardik ochiqlarni ber. Biz bu masalani o'ylashdik. Ambardagi yemeklik Indian vapagonning ziyofati uchun tayyorlangan. Biroq biz hozir och qoldik. Shundaqmi? Tomoq yemsang bo'ladi. Mening salomatligimda masala bor. Bilishingiz kerakki, hozir bizda qishni o'tkazgidekmi ochlik qolmadi. U tog'dagi qabrlarni agar biz indiyalar bilan o'tmasak, biz hammamiz shundoq kunga qolamiz. Biz ularning yordamiga muhtoj. Ular bo'lmasa biz yashashga amalsiz qolamiz. Cho'qim shundoq bo'ladi. Sizlar menga 3 kun vaqt beringlar. Qanday? 3 kun. Sizlarga va'da beray. Yana ozroq bardosh beringlar. Biz cho'qim bardoshlik berishimiz kerak. Kilanisning salomatligi yaxshi emas. Shunga u bardoshlik berami deyman. Bizga ambardagi o'zlik kerak. Bizga ochishni ber. Standish qaytib keldi. Standish. Oxir qaytib kelibsan-da. Men sizlarga cho'qim yemak topa olamiz degan-ku, ha? Men qila oldim, to'g'ri, men qila oldim. Sen shuni yemaklik demoqchimi? Standish. Ular meni o'ltiradi. Agar ularga yemaklik bo'lmasa, ular meni cho'qim o'ltiradi. Ular yemaklikka muhtoj, tushundingmi? Men sana ularni cho'qim topa olaman degan. Sen nayt tezla ularga erisha olaysan. Ular sen gap tugutib bo'lanmig'idek darajada ko'p. Nayt qoldi. Nayt yaxshi gap bo'ldi. Men qanday qilaman? Mencha sizning o'ng tarafdagi birodar bilan bir ishingiz bormi qanday? Sizlar ikkinglar aksingizmi? Yo'q. U mening akam emas. Qaranglar. Sizning bilasiz, amaliyotda u mening akam emas. Men odatda hamma ishni astoydil qilsam ekan deb o'ylayman. Rasman? Rostdan aytamsiz? Men sizga o'xshash o'yda. Qarasangiz, men bak aldiroq. Balkim o'zingizni yana bak tushirib yaxshilash kerakdir. Bu ya cho'ng'ir emas, men ishinim. Og'rimi qoldi? Ko'pchilik yaxshimisizlar? Ularda yaxshi boshqaruvchi muhtoj. Vah, men azaldan buncha ko'p to'qman ko'rib boqmagan. Haqiqatan odamni hayron qoldirdi. Sizlar bekor gap o'tirasizlar. Menimcha sizni ular bilan o'rtoq bahslashgan bo'lib Shunday. Men demakchi, yo'q, kelgusi ba'zi ishlarni hech kim bilmaydi. Agar biz hech chiqmasak, undaqda biz bir to'p tayyor topib qolamiz. Yaxshimisizlar? Bir to'p yavoyi to'qlar. Nayt jiroq o'tmishdiki yavoyi to'qlar. Men sizlarga bir sovg'at olib keldim. U bo'lsa-mu dal men. Mening ismim Jay. Men Stevening vaqt mashinasi bilan bu yerga minnatdorlik bayramini to'sish ham ko'k to'qlarni qutqizish uchun yetib keldim. Minnatdorlik bayrami degan nima? Yaxshi so'radim. Bu bayram sizlarga yetib kelmadi. U bayramda har xil yaxshi yemekliklar yeyildi. Tomoq tizimligi degan nima? Bu oshxonalarning hisobot taloniga o'xshabroq ketadi. Ishqilib, sizlar keyin bilib qolasizlar. Oshxona degan nima? Bu muhim emas. Muhimi sizlar endi mendan savol so'ramanglar. Sizlar mening deganim bo'yicha ish qilib, buyrug'imga bo'ysunsanglar bo'ldi. Yo. Biz urush qilsak bo'lmaydi. Men Berot bek bo'laman. Bu jamoatning oqsoqoli. Bu yoq bo'lsa Ezerbek. Bu jamoatimizning eng peshqadam, eng ishonchli maslahatchisi.
Ana seni. Umar ayolingmi borga? U shundoq muloyim ham oq ko'ngilga. Dada, bular Jack bilan Regi. Ular haqiqatan yiroq kelgusi dunyodan kelgan. Dada? Men bilan miyangla, Jack. Jack, siz haqiqatan yurak ekansiz. Shundoq, endi bilibsiz-da, men azaldan shundoq yurakli. Biz hargiz davomli yer ostida yashab olmaymiz. Bizning makonimiz asli egiz daraxt edi. Keyin tajovuzchilar kelgandan keyin biz amalsiz yoshirinib yashashga majbur bo'ldik. Biroq vaqtning o'tishiga ergishib, o'zimizni bexatar his qildilar va o'zimizni turmada emas, balki o'z uyimizda turvatimiz deb o'ylaydigan bo'ldik. Kendim efendim. Biroq podshoh To'xu menga men qilishdagi ishlarni aytib bergan. Mencha To'xu podshoh degan bo'lsin bak qo'rqinchli. Bu faqat bir xiyoliy tuyg'u. Bo'ldi, Jack. Endi sen bizning taqdirimizni ko'rib boqqa. Avaylar. Bu dal bizning kelgusimiz. Bizning taqdirimiz ularning qo'lida. Agar qo'shilsanglar, biz sizlarning bu yerda qolishinglarni qarshi olamiz. Biroq bu yerda tursanglar, bizning yashash usulimizni hurmat qilishinglar kerak. Biz urush qilmaymiz, faqat o'zimizni qo'llab hayotimizni davom etamiz. Bildim efendim. Regi, qara. Men o'xshash avaylab uni qo'limizda. Biroq men kichik bolalar qarashni ancha bilib ketmayman. Kerak yo'q, bu nayda oson. Siz chiqib qila olasiz. Buni qilishingiz uchun tafsir to'xtamaydi. Bu sizning o'ziga uzuq berishingizni talab qilyapti. Bu xil hissiyot bakli cherim bo'ladi ekan. O meni yoqtirib qolganda qiladi. Shundoq, u sizni yoqtirib qopti. Qo'limdan tushib ketganda tasli qoldi. Seni kuldirib qo'yay, qadrin keldim-o, ha? Xayrli kech, kelgusida keyin efendim. Xayrli kech. Tushundim. Sana yemek beramda, biroq men qilolmayman. Bu nima degan bema'nilik? Oshqozning beyarim bo'lyapti. Meningmi shu? Shunday qilib biz tugashdik, ag'ina. Agar biror chiqish ig'iz topalagan bo'lsak, nima degan yaxshi bo'ladi? Shundaqmi, ha? Sen nima qilmoqchi? Abla, ag'ina, unda qilmasang-chi. Foliya bu bir otqu. Ikki To'xu bilan azroq ochliqda qoldi. Bu bayram tezroq oxirlashsa bo'ladi. Odamni gumonlantirdig'ini atras boshqasidan desh pasib ahvolga tushib qolganda. Sen nimadan gumonlanyapsan? Hech nimadan atras boshqa. Sizlar o'ynashga tegishli masala dal Kurk To'xularning zodi nima deyishganlik. Bu dal biz ularni tutib oldigan joy. Ular bizni ezib turib nima maqsadga yetmoqchi? Ular zodi nimani qo'g'dab qolmoqchi? Mana bu bizning o'ynashga tegishli masala. Siz ularni qasddan shunday qildi demoqchimi? Ular shunchalik aqlliqmi-ku? Men nurg'un jonivorlarni o'ldirgan. Biroq azaldan mag'lub bo'lmoqman. Kurk To'xularni qo'limdan hargiz hech qutulolmaydi. Shuni biz ati mushu yo'lnish bo'yicha ularni izlab boramiz. Ularni topmag'icha hargiz to'xtamaymiz. Qutinglarmi ablaqlar? Qutingmi? Istiqomat yer bo'lsin. Bu bizning bugungi vazifa taqsimotimiz. Dadi? Dani, sen odamlarni boshlab ovchilarni sharafga chiqtirma. To'g'ri harfga. Nancy, sen bu shimol tarafdan ovchilarni ezib turma. Janubda. To'g'ri, janubda. To'g'ri. Dosti. Dosti. To'g'ri, Dosti.
Sen berip şifayi şemşat meyvesini tepkenge. Miau, miau, miau. Onunla müşük bekip versen boğudak. Jenny, sen Ege bilen birge berip, oğuçularının totkunu buzuşuk mesul boğu. Çatak yok. Avazım çıkıp ketdi mi? Bence sen etrafını gözlük mesul boğ. Dolaşqa sen her vaqt uların hareketini gözlük turgu. Yolga chiqinglar, harakatinglar tez bo'lsin. Bexatarlik diqqat qilinglar. Mana bular bizning bugungi vaziyatimiz. Agishma, bizga daxli qiluvchi bo'lma. Agishmeniz kirishtiga sen meni kenimdan agishma. To'g'mi? Bu hareketin gerçekten to'g'ri ketgan bo'lmasmi, biroq mushundoq qilmay boshqa amal yo'q o'xshaydi. Bu ishimiz baslashib boqsaq bo'ldi. Og'zingni yo'q. Nima qaraysan? Ehtiyot qilinglar. Bu haqiqatan odamni hayajon soladigan gap bo'ldi. Bir qadam keyinda qolsak, o'shoqda biz. Bu odamni qo'rqinch qilib qo'ydi ekan. Shunlashqa odamning degini bo'yicha ish qilishimiz kerak. U butun jamoatni Men shunday qilishga biroq men odat prinsipi bo'yicha ish qilaman. Men odat emas u. Sizni bir misol qo'yay. Men prinsip bo'yicha ish qilaylik dedi. Unda qanaqasi? Davomliq olg'a ilgirlanglar. Qapqalarni uzaytayli tayyorlik bormi? Qachon bitib bo'ldi. Maqul. Adamning shangiz kelmaydi, qolib keldi. Menga kerak yusidagi ishlar to'g'risida so'zlab bering. Mening hammasini anglag'im bor. Tezroq bo'ling. Rostla anglag'imiz bormi? Men ko'rinmas odam. Yo'q, men ko'rinmas odam. So'zlish mohiri. Yo'q, men de aniq so'zlish mohiri. Rahmat sana canım. Azaldan atrofingga diqqat qilmaydi ekansan. Men kelgusidagi jon-jonivorlar o'tirsida bir xil inoqlik mavjud deb qarayman. Biroq Pisaqatlinisi bilan televiziya programmasi anglamoqqa mayda qolib taqilib. Amaliyotda men sevgiga to'lgan dunyoni yaxshi ko'raman. Bu Ispaniyaning filmi. Nayt yaxshi o'rlangan film. Nega? Hey, Jenny. Shundoq. Men shundoqmikin deb o'ylagan. Men cho'qim qalbi qilaman. Faqat siz mening yonimda tursangizlar. Bu zotda nima ish? Ular asli bu vaqtda bu yerda paydo bo'lmasa kerakdi. Hey, to'xta.
Ben bizning nerdikimizni bildim. Bu yoqqa kelib. Regi, siz bu yo'lda maqsad halokatchilikning dardigini oshkorlashib qo'yamiz. Wow, bu nima? Oh, Regi. Ovozimizni chiqarmaydi. Ovozini chiqaman. Nima shop ketdi? Maalesef. Bu qanday sehrgarlik? Ben yandırmak istəyəndə ben. Bu əvçilikdən əvəzkən. Biz endi bexatar boşluqqa chiqdik. Siz hazır nerede? Bu nima? Yer Shari. Yer Shari? Bu dal bizning makonimiz. Bu yoqqa kelib. Mana ishini. Nima degan güzel. Haqiqatan bek güzel. Ben doim sirqiy dunyoda nurg'un go'zal narsalar bor deb tasavvur qilardim. Biroq buncha ko'pligini o'ylab boqmabdi ekanman. Siz rasullik kelgusi dunyodan keldingizmi? Mana ishonmamsiz? Albatta ishongim kelmaydi. Men boshqa sizni qarab qolgan chig'i kalisi aynib qopti deb o'ylab ekanman. Biroq siz bekla o'maqkansiz. Menga deb bering, vaqt sayohati qo'rqinchliqmi? Amaliyotda meni hech qanday narsa qo'rqitmaydi. Buni sizni esqitgan degan umiddaman. O cho'qim his qila oladi. Vaqt sayohatini aslashda istaymiz qo'zg'otdi. Kunni chidaq chiqmoqanda. Ayni oqsizni ergashgan kichik balaga o'xshaydi. Bek o'maqchi. Nima uchun shunday bo'ladi? Oqti qo'yish kerak. Endi mushtagish bo'lsa, biz endi bexatar bo'ldik. Shunga qaytib ketishimiz kerak deyman. Meningdek. Ben bunda qishlarni faqat o'ylab boqmabdi ekanman. Rasululloh xalifa. Nihoyat qiziqarli bo'ladi ekan. Xayr, xo'sh, sen men ko'rgan. Xayr, xo'sh, Chini. Regi. Men ko'kni qachilab bo'ldim. Men bilan ketgan yo'qmi? And ready to take you home. Rasma, biz Rasululloh qaysoq bo'lamda? Bu yaxshilar Regi, mangayli. Ma'qul. Sen bilsan, men xohlagancha bu yerdan ketib qolsam bo'lmaydi. Deganim to'g'rimi? Sen bilan davomli aloqalashib turaman. Eyvah. Nihoyat esil ko'rinish. Minnatdorlik bayrami. Ovchilar qaytib keldi. Biz uyning ichida nima borligini bilalisak yaxshi bo'ladi. Ularning qurollari ambarda qiladi. U yerda yana portlatqich o'rin bor ekan. Agar ular quroldan ayrilib qolsa, ularning hammasi bir to'p kallalar aylanib qoladi. Bu portlatqich o'rin nihoyat xatarli. Biz darhol berib buni ko'pchilik etishimiz kerak. Jek! Odamning haqiqatan ishongiz kelmaydi. Shundoq. Bu xuddi o'z xiyolimizdagi ishlarni qilmoqchi bo'lgandek. To'xtang, siz uning nimaligini bilamsiz? Yo'q, biroq men qiyos qila olmayman. Kerak yo'q, men sizga deb beray. Men qara, mushundaqmi? Nima degan aqlliq? Undaqda men o'z xiyolingizni deb beramsiz. U bir odam. Nima? Odam? U bir jalb qilish kuchiga ega nihoyat aqlli odam. Agar u sizni o'z bilan kelgusiga ib bo'lsa, siz qanday qaraysiz? Men albatta shundaq bo'lishni xohlayman. Biroq men bu yerga tava. Men dadam bilan Richarddan ayrilsam bo'lmaydi. O'z qavmimdan ayrilolmayman. Yana kelib ovchilar to'xtamay bizni qo'g'lab yurgan sharoitda ularni agar ovchilarga nisbatan birdan-bir xavf bo'lmagan bo'lsa-chi, agar ko'pchilikning hammasi ilgirki o'xshash bexatar, shol quram yurgan bo'lsa, shuni xohlam qilasiz. Bu ishimiz kelgusida cho'qim reallikqa aylandi. Regi?
Nima ish qilyapsan? Biz eski minnatdorlik bayramini to'sib qilish uchun bugun kech qal'aga hujum qilishimiz kerak. Biz hech qanaqa chiqsak bo'lmaydi. U bugun kech bizga harakat qilinglar dedi. Chaqchaq qilyapsan. Ko'rk to'g'ri podshoyi. Bu hech kim emas. Bu faqat sendek xiyoliy tuyg'u. Sen mushunaq deyishga petindingmi? Menda hech qanday xiyoliy tuyg'u yo'q. Podsho to'g'ri deydi. Men ularni o'z ko'zim bilan ko'rgan. Sen da'vagan sira menga shuncha beman tuyulyapti. Mencha podsho to'g'ri men biladigan podsholar ichida eng qaltis podsho. Sen menga undaq bo'lamaysan. U menga qaltis. Eng yaramliq to'g'ri. Eng ulug'. Bildim. Meni kechirgin. Regi, men sharoitni aytib nachar bo'lgan dehqonchilik maydonida cho'ng bo'ldim. Men cho'ng bo'lgan sharoit to'g'ri bir yetishtirish zavodi edi. Tug'ilgan vaqtimizda menimdan boshqa hammalarning bekitilgan o'lchamdagi badan eg'irligi bor edi. Shuni opa, meni boshqalarga ko'rsatmay yo'shirib qo'y. Vaqt o'shdimi opa? Shundaq bu tuxumlar bizning kelgusi. Shunga sen ularni elib tez bu yerdan ketgin. Hargiz to'xtama. Bexatar bir joyga tepib yangi oila qurgan bola. Opa, men qo'rqyapman. Men bilmay qo'ysam. Biroq sen chuqur qaysar bo'lishing kerak. Biz senda faxrlanamiz. Yo'lga chiqqanjak. Ehtiyot qil. Gayret qil, Gayret qil. To'xta! Tez bo'l, tez! Uni tutib olaylik, tez! Shunda qilib men mag'lub bo'ldim. Butun oilamdagilarning va jamoatimning umidini yerda qo'ydim. Shuningdan beri yolg'iz yashab keldim. Faqat shunday bo'lgandilar, men hech kimning ko'ngliga azor bermaydim. Dal shu chog'da podshoh to'g'ri paydo bo'ldi. Yepimni Alloh shokchi. U menga o'z taqdirini aytib berdi. U menga muqaddas ishdan kuchini berdi. Shundaqla har qanday vaqtda qat'iy voz kechmaslik to'g'riliq tarbiya berdi. Hozirgacha esimda turibdi. Meni kechirgin Jek. Oilasidan ayrilish haqiqatan azobli. Biroq kuchli dushman bor qal'aga hujum qilish hargiz oson ish emas. Mening bir planim bor. Men ovchilarning qurol-yarog' saqlaydigan ambrni topdim. Biz ularning qurollarini buzib olsak bo'ladi. Shunda qilsak biz minnatdorlik bayramini to'sib qola olamiz. To'g'ri. Biz shunda qilsak ovchilar bizga tahdid etkilamaydi. Ko'pchilik bunga xatar bo'ladi. Jeni, arzuyimga yetadigan bo'ldi. Nima? Esnima, men bilib boray. Bu yer qanday kirishni o'ylayapsan? Bu savolni yaxshi so'rading. Ha, shunaq. Men seni tomning keyniga tashlab olsam, ishni menga ichmasdan bo'ladi. Kechirgin. To'g'ri mo'ljallayapman. Yo'q, sening bir narsani mo'ljallasang hojat yo'q. Mening yaxshi bir amalim bor. Biz faqat tushadigan o'rnini to'g'ri bekitib olsaklar, cho'qim bexatar bo'ladi. Chiqqan sanchilib ketdimi u nima? Yo'q! Nima bu? Yo'q! Vah, kichkina narsimi ajab og'ritdi desa? Yo'q. Biraz seni sırtlamğanda Jack. Qaltis narsa bu. Nimizga qisqarlar? Jack. Odamning ishongi tugamaydi. Men nimasi bunga yetishmaydigan dema.
bek og'rib ketdi. Asad sen sinab boqqan bo'lsang yaxshi bo'lardi. Birimiz atrofni ko'zlaylik. Bunday bo'lgan ahvoldan texim yaxshi xabardor bo'la olamiz. Shundaqmi? Men yangi bir usulni o'rganib oldim. Ko'rish doirasini 138% bo'yicha cho'ng'ayt qilib bo'ladi ekan. Hey, kitlarning ovoz chiqyapti. Yurib qarab boqaylik. Oh, bu bo'ladi ekan. Men qurol yarog' ambrining endiki o'q-to'r sandiqining yiniga boray. Sen harbining yiniga borgin. Biz bu joyni tubsiz qilib o'taylik. Qurollarni bayrami bo'lmasa. Mayli. Apa, ben kaldı iştirimdeki yemen. Önsürüşünün haceti yok. O uxlaganda muşundaq gözünü içip uxlaydı ki. Ha, kahraman bop qalsa. Dikkat, çılgı koydu dep birine. O bekle burunqi hikaye. Men o'zi u sarang bo'pti. Shundaqmi? Dördepler. Bu nima? Bu nima? Renjerga sovg'a qilmoqchi. Bu faqat birinchi qadam. Nemish oldu? Daha da nemish oldu? İkinci qadam. Biz qalbi qildik. O ketdi, tez bulunlar, ot o'chirib olaylik. Tez bulunlar, tez. Ketib olaylik, tez. Bo'ldi, Furli, o'zingni besib ol. Balkim ular bizni o'zlari bilan birga kelgusiga elib ketishi mumkin. Bundaq bo'lganda biz buni cho'ngishlarni qila olamiz. Sizlar nima ish qildinglar? Bu ishlarni Furli qildi. Gapla, Furli, gapla. Sen talaga bordingmi? Yo'q. Sizlar tushunmadinglar. Biz ularning qurollari va barliq to'zoqlarni vayron qildik. Ularning g'arbisini portlatib o'tdik. Ular qanday qiladi? Sizlar buni qanday qildinglar? Amaliyotda buni hammasi rahmat og'ayni. Sen bu gaplaringga bizni qanday ishontirmoqchi? Jenny, to'xtab turing. Biz hujumga uchirdik, signalchilar. Mudofiani kuchaytiringlar. Tangrim, nima degan qo'rqinchli. Men yemaklarni qo'rqitishim kerak. Kapitan Stanshtanga rahmat hidoyat kelsin. Qo'noq yeydiganmidingiz? Biz endi qanday qilamiz? Biz qanday qilamiz? Bu ishni indiyalar qilganmidi, ha? To'xtab turing, men sizdan gap so'rayapman. Menimcha indiyalar emas. Aramizda xoin bo'lishi mumkin. Bu helaqa o'limtik to'g'ularning ishi. Siz bu ishlarni ko'rik to'g'ular qildi demakchimi? Shundaqmi?
Ular hergizmi odatdagi qush emas. Ularda nihoyat sirli kuch qudrat bor. Men ularning bo'shliqda yo'qolib ketganini ko'rgan. Ularning yana nihoyat cho'ng bir tuxumning ichida uchib ketganligini ko'rdim. Ular mana shunday meni ko'ldirilib sarang qilib qo'ymoqchi. Oh, qadrlikim. Demak, ular g'alaba qildi-da. Balkim shundaqdir. Oh, to'g'ri. Endi ularni topalaydigan bo'ldi. Siz endi uyingizga qaytib ketamsiz? Vazifangiz oxirlashdi, shundaqmi? Amaliyotda men qiladigan yana bir ish bor. Men bilan keting, bo'lamdi. To'xtab turing. Nima dedingiz? Men sizning bu to'q tava ekanligingizni bilaman. Biroq hozir ko'pchilik bexatar bo'ldi. O'qchilarmi ketdi. Regi. Ma'qulda. Yo'q. Yo'q. O'ynab yiqishim bo'lmaydi. Yo'q. U nima? Yo'q. Menimcha bu havoning qachish bilan tek emas. Hey. Sen o'qchilarni bu yak boshlab ketsan, Jek. Men ha? Yaxshimisizlar? Ya. Kelinglar birodarlar, biz nihoyat ko'p yemaklikka erishdik. Buni hamma sening xatoliqing. Jek. Men uning to'q yurak ekanligini burunli bilardi. To'xtanglar! Ko'pchilik, sizlar tarqoqlashtirish planini ijro qilinglar. Hey, Jasper. Meni kechiring, Jenny. Biz mag'lub bo'ldik. Ularni bu yak boshlab keldi. Qadrlan degan vaqt emas, tez bo'ling. Tez bo'linglar, ko'tarib kel. Oh, kelinglar, birodarlar, kelinglar. Allah'ını men tutay. Biz nihoyat ko'p yemakka erishdik. Tez ularni tutinglar, tez bo'linglar. Berib ulan tut. Endi ish oxirlashdi. Endi o'lishadigan bo'ldi. Tez ko'l bo'yi boraylik. Bu bizning birdamda chiqish yo'limiz. Regi. Bolalar, siz derhal ularni qo'shib berishimiz lozim. Tez. Siz takrorlar. Tez. Jenny! Oh ya! Yo'qim, yana bir yo'li bor. Endi boshqa yo'li yo'q. Jek! Tez, mang'ali.
Çökemdi kurli. Ko'pchilikni boshlab dengiz soyiliq bog'i. Ma'qul dada. Tez bo'linglar, tez. Tez bo'linglar. Tez yuguringlar. Tez sakranglar. Tez bog'i. Boshlarning yeni bog'i. Jenny. Dada. Men mangu sening yaningda. Oh. Dadamdan qolgan birdan bir narsa. Agar kimdir bor qo'luli qepi buning bilan dal juplashsa, shu kishi bizga bosh bo'ladi. Nima? Nima? Dadamning aqlan tanışı. Dadam bu kollektivni suyatdi. U mangu bu qavmning a'zosi. U o'z hayotini bizga taqdim qildi. Biz uni uchun faxrlanamiz. Biroq hozir biz qilish tegishli birdan bir ishdan hayot qilish. Buni sizlarni tushunasizlar. Bu meni xatoligim. Ular bizning jamiyatimizni vayron qildi. Bizning qarindoshlarimizni vayron qildi. Bizning faqat birni tanishimiz bor. U bo'lsa-mu, o'zimiz uchun jang qilish. Biz kuch to'plab jang qilishimiz kerak. Bu bizning oilamiz. Biz endi undaq mükib yashayversak bo'lmaydi. Qayta erkinlikka erishish uchun, oilamizni qayta qurib chiqish uchun biz qal'aga hujum qilaylik. Biz jang qilishimiz kerak. To'g'ri. To'g'ri, biz cho'qim jang qilishimiz kerak. Xayrli sahar, Reji. Beshing tushdi ketib qoldi. O, sana chaqchaq qilib qo'ydi. Rahmat sana. To'xtab tur, Regi. Ko'pchilik qiyin ahvolda qoldi. To'g'ri aytsan.
Buning nima sababda ekanligini bilabsan. Buning dal biz aytlik. Biz hech kimni qutqizamadik. Aksincha ular avarchilik yo'q. Regi, podsho to'qi menga qandaqdir bir podsho to'qi mavjud emas. Ham hech qanday vazifa mavjud emas. Ularning hammasi sening xiyoliy tuyg'u. Bularning hammasi aldamchilik. Ishlar texim o'sal ahvolga tushib qolishdan burun men bu yerdan ketishim kerak. Sen aqlliroq bo'g'in. Eng yaxshisi men bilan birga ketsan bo'lmaydi. Sen bek aqlliq. Faransamaydigan bo'l. Kim qaytib keldi? Kesib yetmay kelsang bilmoqchi bo'lganing dal. Xayr xo'sh, Rengi. Xayr xo'sh. Bye, Reggie. Hey. Hey. To'xtab tur. O'zingni deysiz vaqt. Bizning bularni deyishlik vaqtimiz yo'q, shundaqmi? Hey. Men qoida xilaf qilgandek qilaman. Buning butkul uchiga ta'sir bo'lishi mumkin, biroq menda boshqa tanlash fursati yo'q, birodar. Men kelgusidan keldim. Sana nihoyat muhim bir ishni aytib beray. Anglamsan, ha? Nima? U kalla. Bu gapdan ko'nglim keldi. Balki men talant egiz bo'lamasdim. Sen erishmoqchi bo'lgan narsaning hammasi 1629-yilga tava, birodar. Sening do'stlaring ham bor jamiyat. Ko'pchilikning ishini buzib qo'ydim. Shu ularga nisbatan mening bo'g'inimdan bo'lmaganmi? Yo'q. Men texim ijroq kelgusidan keldim. Sen shuni aytib berki, jeni butun jamiyatga qayta jang qilg'ili qal'aga bormoqchi bo'lyapti. Ularga boshqa amal qolmadi. Yo'q. Endi qanday qilamiz? Atrofda plan tuzaylik. To'g'ri. Vah, xosiyat kishini ochquchi. To'xtanglar. Xosiyat kishini ochquchi. Nima tushuntirganligini bilasizlar. Bekla oddiy. Bu mening podsho to'qini izlab berishim kerakligini bildirdi. Kapolat bermanki, men bu tutqich orqali uni topa olayman. Men uni cho'qib topa olayman. Xatolashdi. Come on. Asli sen o'zing podshohsan. You are the great turkey. Podsho to'qi? Shundaq, sendal podshoh to'qi. Demak, nima degani to'g'ri ekan. Men rostlik kalva ekanman. To'g'ri, sen rostli bir ahmoq. To'xta, agar men ahmoq bo'lsam, sen bir kalva. Yo'q, to'xtanglar. Amaliyotda hammamiz bir top kalva, shundaqla intayin. Hammamiz bir top kalva. Hep qolsiz. Hey, men ba. Amaliyotda men minnatdorlik bayramini to'sish uchun shundaq go'zal manzarani huzur elish uchun qaytib keldim. Qaltis bo'ldi. Haqiqatan qaltis bo'ldi. Shundaq, haqiqatan qaltis bo'ldi. Gapinglar tugagan bo'lsa, biz yo'lga chiqaylik. Jekning kichik vaqtidagi orzusini amalga oshirishga yordam qilaylik. Ko'pchilikni qutqizaylik. To'g'ri. Men qaytib ketishim kerak. Mayli, yo'q, chiqaylik. Biz ularning ahvolidan xabardor bo'ldik. Ularning jang qiladigan quroli yo'q. Shuning biz bu jihatda ustunlikka ega. Sen Nima shakchi? Nima? Siz kim bo'lasiz? Men podsho to'g'ri. Eng ulug' podsho.
Mening bu yerga kelishim ham muhim bir vazifani topshirish uchun. Sen yolg'iz 10 yoki 100 to'g'in emas, balki barliq turk to'g'lar tuzib chiqsing kerak. Sen to'g'ri ko'pchilikning eshik bog'i. Anda sen yana yordamchi deb chiqqin. Yana bir yordamchi. O o'zi ancha kelishgan emas. Biroq o'zingga yaxshi yordam bo'la oladi. Sen yana sabringda buning muhtoj bo'lsa, u nima? Hojat chiqchi. O g'oyat zo'r kuchga ega. O seni qo'llaydi ham, seni balo qazodan saqlaydi. Biroq buni eson tutmanki, eng muhimi sen mangu voz kechmasliging kerak. Tamdok. Rahma. Zəfərəklədən ilk çıxınla da Osman. Ayaqlar. Osmanlar. Ko'pchilik qarshalayli, aytib qo'yishgan bu. Cho'qim bekishdi. Yaxshimisilar ko'pchilik? Men sizlarga podshoh to'pini tutishtirib qo'yaman. Undinglar. Bu podshoh to'pi emasga, o'zgarigi, sening eng yaxshi do'sting. Peki, mening eng yaxshi do'stim. Sizlarga omad kelib, buni hurmat berdim. Bu nimada? Nayt ta'nlikka, bekleyishga. Mushundoq yig'ilishlar davomli bo'lib tursa, nima degan yaxshi bo'ladi? Shundaqmi? Bu men doimli himoya qiladigan o'yin emaskan bu. Endi qanaqa qilsam bo'ladi?
Sizlar uni tekshirib nihoyatda ta'min. Siz qila oladingiz, Regi. Ko'pchilikni qutqizib chiqdingiz. Asli men qila oldim. Men sizni qutqizdim. Siz bo'lsangiz ko'pchilikni qutqizdingiz. Meni tabriklang. Qanday dedim? Bu ozroqmi yeyishgan askan. Ağzını yum. Hey, çıkma. Anjor efendi, sizning belaqlaringiz bizning pesarimiz bulg'ab qo'yganlar qiladi. Ta'mi bayini sisiq paypoqqa o'xshaydi ekan. Biroq yanala ayolim aytgan tomoqning ta'mi yaxshi bo'pti. Hey, brother, bu yoqqa. Yo. Rahmat sana podshoh to'qi. Ko'pchilik diqqat. Men podshoh ko'rk to'qiga rahmat aytaman. To'xta. Men boya bir ismni o'ylab chiqdim. Ha. U bo'lsa-mu minnatdorlik bayrami. Bu ismni yoqtirdinglarmi? Minnatdorlik bayraminglar muborak bo'lsin. Endi men tomoq tizimligidagi yemak bo'lmayman. Men o'zim insonlar bilan birga turib, bu manzardan huzur olyapman. Men ko'ngil bo'lgan va ko'ngil bo'lgan kishilar bilan birga bu vaqtdan huzur olyapman. Men azaldan o'zim yagona hamsho deb o'yladim. Biroq men hozir shuni his qildimki, aslida men yagona emas ekanman. Men faqat o'zim haqiqiy tava bir makonni topolmay yurgan ekanman. Sen ko'pchilik bilan birga bu yerga kelib qolmaydigansan. Men bir joyda muqim turmayman, Regi. Ma'qulamsan, sen tutolmay. Xayr, xo'sh. Yo'q, Regi, xo'sh deyish faqat yangi boshlanishdan derak berdi. Bu go'zal manzara bizga hamroh bo'ldi. Toki biz qochadan jam bo'lguncha. O'rinliq gap bo'ldi. Bak, yaxshi deding-chi. Xayr, xo'sh, raq o'tmishki birodarlar, men sizlarni mangu unutib qolmayman. Where would you like to go, Jake? Sizga eng ehtiyojli joy. Qo'shnilar yo'lda turgan kuni hammasini shunday qilaman. Tanrım. Neymiş bo'ldi, Jack? Sen de bayılık ketken to'qu. Amaliyotda men ketgili bir qancha yil bo'ldi, birodar. Sizlar o'rdak to'qu to'g'riliq anglab baqqan.